Makedoniyaning chegarasida tartibsizlik yuzaga keldi. Aljer, Pokiston va Marokkodan kelgan muhojirlar chegara qismini devorini bir qismini buzib, Germaniyaga boramiz deya baqirishib, Makedoniya hududiga kirib kelishdi. Hozirgi vaqtda 2000 ga yaqin fuqarolar Gretsiya bilan Makedoniya chegarasida qolib ketishgan. O'tgan sutkada bir necha davlatlar ularning kirishini taqiqlab, chegaralarni yopib qo'yishgan edi. G'arbiy Yevropaga faqatgina qurolli to'qnashuvlardan qochib kelganlar kiritilmoqda. Yil boshidan beri Yevropa o'lkalariga Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlaridan 800 mingdan ortiq qochqin kelgan. Ular soni yaqin orada 1 millionga yetishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa ba'zi davlatlarning muhojirlarga bo'lgan munosabatini noto'g'ri deb hisoblaydi. Shuningdek, nemis hukumati qurolli to'qnashuvlar bo'lmagan o'lkalardan kelgan muhojirlarni ortga qaytarishni rejalashtirmoqda.